Boshimizdan ne kunlar o'tmayapti. Inson bariga chidarkan. Xudo bizni kuchli sinovdan o'tkazyapti. Imtihon qilyapti. Mana 13 ga kirgan bo'lsam karavotda yotishni-yu, ovqat yeyishni uddalayman xolos. Kattalarnikidek nafaqa pulim ham bor. Hozirgi 2 oylik ukam dunyoga kelmaguncha hammasi o'rtacha edi. Ota-onamning munosabatlari yaxshi emasdi. Men bunda o'zimni aybdor deb hisoblardim. Aslida ham shunday edi. Onam senga uka olib kelaymi deganlardan boshlab dadam sal ilib yaxshi gapirishni boshladi. Onamga bo'lgan munosabatlari ham o'zgardi. 3 oydan keyin onamni shifoxonaga olib ketishdi. 2 kundan keyin ukalik bo'lganimni eshitib quvondim. Afsuski quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Ukam ham men kabi nuqsonli tug'ilganmish. Dadam telefonda "O'shandan nari yo'qot" deb onamga bo'kirdilar. Ukamni ko'targancha onam yig'lab kirib keldi. Dadam burchakdagi to'shakda ag'nab yotardi. Yonida aroq shishasi, yechilgan katak ko'ylak va jigarrang kepkasi. 2 marta tishlangan pomidorda pashshalar suhbat quryapti. Onam dod deb yuborgidek yig'ladilar u kichkintoyni yotqizib meni quchdilar. Ozgina gaplashib o'tirdik. Kunlar o'tdi. Onam qattiq yotib qoldilar. Bu holimizda dadam bizni butunlay tark etdi. Onamning ahvoli tobora yomonlasha bordi. Onamga qarab ezilardim. Qani endi mening ham xolam yoki tog'am bo'lganida edi, balki hozir yonimizda turgan bo'larmidi degan xayol bilan shiftga termulaman. Bir kun ertalab tursam, ukam chinqirib yig'layapti. Bechorani peshonasi terlab, o'zi qizarib ketgan. Ro'paramda onam bir qo'li bilan yopinchiqni changallagan, bir qo'li bilan og'zini yopgancha yotardi. Qo'lining orasidan suv aralash ko'pik sizib chiqqan. Yotgan joyimda ho'ngrab yig'lashdan u yog'iga o'ta olmadim.